Ajab bir zaman bo'ldi, olam chirgilay deydi. Yurakdagi zardab suv qonga o'rilay deydi. Bu nima degan zo'rliq? Osh dedi badoq, mol dedi badoq, berdi dedi badoq. Endi qizimizni so'randikan. Qarindoshlarımızın turmidagi azoblarini, beajal o'limlarini angladingku. Shularni ko'rib turib uyga solinib o'ltirsam qanday chidayman? Senmi qanday chidaysan, apa? Bu bizning beshimizga tushayotgan ko'pat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan ko'pat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol yarog'lari bor hukumat. Bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandichiligiga kuchi yetmasmi? Bugun harambog'ni cho'qim olamiz. Bugun shuning bilan Gomindan qo'shinlarining g'o'jiligi eng og'ir qismlari taltiks tugaydi. Sizlarga g'alaba yor bo'lsin. Dushmaninglar yer bilan yakson bo'lsin.